Uyingizda tinch bo'lishini xohlaysizlarmi? Hurmatli uylangan aka-ukalar, do'stlar. 3 ta qoidaga amal qilinglar. Uyingiz zo'r bo'ladi, tinch bo'ladi, o'zingizdan xotirjam bo'lasiz. Birinchisi, ayolinglarni onani oldida urishmanglar. Aybini aytmanglar, onanglarni oldida aybini aytmanglar. Sizlar chiqib ketgandan keyin albatta shu uyda janjal bo'ladi. Ikkinchisi, farzandinglarni oldida ham ayolinglarni urishmanglar. Farzandning ruhiyatiga, kelajagiga albatta ta'sir bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, ayolinglar har qanaqa ishni zo'r qilib bajarsa ham, bu haqda oilalarning oldida gapirmanglar. Sababi, onalar baribir o'z farzandini kelinidan qizg'anadi. Turmush o'rtog'ingiz sizga yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Odatda muloyim yumshoq gaplar ko'chalarga gapiriladi, uyga bori gapiriladi. Ko'chalarga topib gapiramiz, uylarga nima qilamiz? Borini gapiramiz. To'g'rimi? Ayol kishiga do'q qilib, ayol kishiga qattiq muomala qilishlik ulug'likning belgisi emas. Aksincha bu, uni teskarisini belgisi. Ko'chalarga qilib ko'ring, unaqa qilishingizni kimsan sen menga deydi. Endi uyingizda qilasiz, chunki ko'taradi-da, u zdachi bera olmaydi-da. Zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydi-da. Shuning uchun agar uyingizdagilarga qilayotgan muomalangiz lutf bilan, yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan bo'layotgan bo'lsa, siz oliyjanob odam ekansiz. Rasululloh shuni aytayaptilar.